Xudo xolasa mana bu divanlarimiz mana tayyor holatda kreslomiz, divanlarimiz mana laboyimiz Shopur akamiz keldi, tayyor. Xudo xolasa Namanganga yetkazib berishni taraddudini qilyapmiz. Kimga shu ishlarimizdan kerak bo'lsa, telefon qila olasizlar, yetkazib berish bizdan. Assalomu alaykum. Divanuz kanalini ishqibozlari, sparni bo'ladigan divanlarimizni kecha chiqargan edik, obzor qilib, yana bugun mana Namangandan zakaz qilishdi. Xudo xolasa chiqaryapmiz, tayyor qildik. Laboyimiz ham kelgan. Xudo xolasa Namanganga yetkazib berishga harakat qilamiz. Ishlashlarni bilan tanishtirib qo'ymoqchiman ishimizni. Mana ash holatda ishlashlari mana Xudo xolasa ishlaradi. Bolishlari chevarda hozir chiqyapti bolishlari. Yana bir marta razmerlarni tanishtirib qo'yaman. Ichi eni 1.40 bo'lsa, uzuniga 2 metr bo'ladi. Bu 2 kishilik spanligim bu. Hop, endi hozir sizlarga mana bu 1 kishiligini bilan tanishtirib qo'yamiz. 1 kishiligini o'tirib bemalol foydalanaveradi. Mana bemalol o'tirsa bo'laveradi. 1 kishi ichini keng qilib qo'yganmiz. 70 ga buni ham uzuni 2 metr bo'ladi. Xudo xolasa. Xizmatlariga garantiya bor. Buni ham mana sondig'i bor. Eni 80 buni. O'zi asli 70 bo'ladi razmeri, biz 80 qilib qo'yganmiz. Enini uzuni doimgidek 2 metr bo'ladi. Bosh tomonlardan ko'ryapsizlar. Hamma tomonlama chiroyli, yumshoq, baquvvat holatda ishlatilgan, hamma yog'i ishlangan. Yog'ochlariga kelsak, yog'ochlar 100% sasni materiallari, mo'shi material, yonlari, ponni oldilari displeyda tayyorlangan. Xudo xolasa baquvvatligiga, ishlashiga 3 yil garantiyamiz bor. Kimga shunaqa divan, kreslolardan kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda yetkazib beramiz. Mana mashinamiz ham videosini olib qo'ying. Mashina mana tayyor turibdi, mashinamiz ham ishlar yuklangan holatda. Xudo xolasa mana ketyapti. Xudo xolasa telefon qila olasizlar akalar, opalar. Xudo xolasa yetkazib berish xizmati bizdan.